Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 8-may 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli to'y kashf bo'ldik. Laboni hamma joylari shunchalar qilingan, ichlaridan to'liq konteyner taxtalar qo'yilgan. Akamizda o'zini rezinkasi bor ekan, avval ishlatgan ekan mashinani. Shunaqa rezinkalari ham bor, alohida silliq. Bir tomoni shunaqa tanga bo'ladi, bir tomoni silliq bo'ladi. Ichlarida arqon kulishlar, arqon kulich soladigan, bu yoniga akkumulyator zashta qiladigan sandiqchalar bo'ladi. Mana bu laboga qo'yib qo'yilgan, o'zingizga mana shunaqa sandiqchalar ham alohida sotiladi. Bagajlari bor, poliga silliq listlari bor, har xil qalinliklardan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu ekrandagi nomerlarga. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bog'dod tuman Bordon qishlog'i, svetofor yonida. 1 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, like bosib, fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.